Mana maktab tugab, yoz ham keldi. Do'stlarim ingliz tilini o'rganib, biri Singapurga, biri Koreyaga, boshqasi bo'lsa Amerikaga o'qishga kiribdi. Men bo'lsa hali ham muzqaymoq sotib yuribman. Balki hozir ham kech emasdir. Ingliz tilini o'rgansammikan? Bu nima bo'ldi endi? Imperial Academy o'quv markazi. Assalomu alaykum. Ingliz tilini o'rganmoqchiman. Yaxshi, lekin undan oldin ingliz tili darajangizni bilib olishimiz kerak. To'g'risini aytsam, ingliz tilidan umuman xabarim yo'q va yana qiynalib zo'rg'a to'plagan pulim ham havoga ketmasin deyman. Agar sizda ham shunday muammo bo'lsa, bizda bunga yechim bor. Imperial Academy o'quv markazida 10, 11 va 12 iyun kunlari uyushtiriladigan bepul 3 kunlik ingliz tili bo'yicha darslarga taklif qilamiz. Bu 3 kunlik darsimiz mobaynida biz ingliz tili grammatikasi, unda qanday qilib gaplashish va bonus dars sifatida esa chet el universitetlariga qanday qilib grant yutish to'g'risida gaplashamiz. Shoshiling, joylar soni chegaralangan. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun izohlarda plyus belgisini qoldiring va biz siz bilan aloqaga chiqamiz. Sizni Imperialda kutib qolamiz.